Rahmat. Uchinchisi yarim yo'q. Hali bir yonmadi-yu. Ikki yonmadi, hali 3 deyman. 2 yonmabdi hali. 2 mi yoqib beringlar. Salom azamatdan salom. Sizga nima azob ko'z og'ritib dedi. Qo'ying aka, yoqmasa chiqib keting. Kerak emas. Anasini yemsin. Yig'lagim kelyapti. Qizing-e. Yibanmi bu? Bitta yig'lab bering deydi, yo'q. Endi nima qilib beray? Diyor aka, sizga ozgina kammasmi mabodo? To'g'risini ayting, kammasmi yo ko'pmi? Ayting menga shuni. Tez ayting faqat. Chiroyli qizni malikadan nima deb o'ya. Voy. Ko'rdingizmi? Men sizni ko'rmadimmi? Toshkent hayrat, sabrda turaman. Men sizni ko'rmadim-ku. Qayerda ko'rib qoldingiz? Qayerda ko'rib qoldingizmi? Realni ko'rdingizmi? Конечно. Men ko'rmadimmi sizni? Ko'rdingizmi, meni tanimaysiz dedi. Ha, siz ko'rmaysiz. Men sizni videoshimni deb o'ylaman. Ha, anaqa telefon olgani bor edim. 23-da dedi. Bor edim, rosa ertalabdan obedgacha o'sha yerda bo'ldim. Issiqda. O'rta xizmat o'rinda. Alisher aka ham bor edi, kuratorim bor. O'shalar bilan. Ilhom aka, ishingiz bitdimi? Da, bitdi. Qanaqa qiz ekanman hayotda? Aytingchi. Tanimayman unda. Kuratorimda. Qanaqa qiz ekanman hayotda? Aytmadingiz. Yo, realni gapiring, kulmasdan gapiring. O'sha yerda ishlaysizmi? Uxlaganda yaxshi deydi. Realni chiroyli ekansiz deydi. Rahmat, kattakon. Nima qilib o'tirdim? Nima qilayotgandim? Kulay dedi. Xursand bo'ldim. Podpis tashlab qo'ying menga, malika ishingiz bo'lsa, siz hal qilib beraman, bo'ldi. Tashladim. Qabul qilib qo'ying. Balkon. 100 talik. Endi 100 talik deb o'tiraymi? Yana qancha yopishim kerak, bilyat. Presiga bo'lsa 58 yopishim kerak yana. 10 kun ulguramanmi?